Assalomu alaykum qizlar. Meni asal podpischiklarim yaxshimisizlar? Hayron qolayotgandirsizlar meni bunaqangi effektni chiqayotganimga. Xo'p qizlar, agar men blogerga shunaqangi reklama berganimda, aniq reklama mana shunaqa bo'lardi. Hamma blogerlar, hamma demayman, mana shunaqa effekt qo'yib oladida, keyin gapirishni boshlaydi. Qizlar, qaranglar, menga qanaqangi narsa keldi. Voy, oyoqchalarimni qaranglar. O'sha zo'r ekan. Asal bomba. Qaranglar, magniy bilan bo'shingiz. Zo'rmi? Hidlarini vashi zo'r qizlar degan bo'lardi, lekin siz agar o'zingiz mutaxassisdan mahsulot sotadigan bo'lsangiz, u unaqa reklama qilmaydi mahsulotini aynan nimadan tashkil topganini, tarkibini va nima qilishini aytib beradi. Shuning uchun qizlar konsultantni, maslahatchini и blogerni ancha farqi bor qizlar. Hop qizlar, bugun molijonarimni olib keldim. Bir xalpar tugaganda yaqinda o'shaning uchun olib keldim. 60 ta bemalol bolalaringizga, men 3 ta bolaga 20 kunga yetadi. Bir kunda 2 mahal bersangiz, juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Bir mahaldan bersangiz ham bo'ladi, 2 mahal yaxshi. Kichkina bolani magniy bersangiz, anaqasini nervlari juda joyida emas bolani. Juda ozgina injiq bo'lib qoldi qizlar. Bilasizmi nima odat paydo bo'ldi unda? Birinchidan soch to'kilganda sizda bo'lsa, men buni natijasini qo'ygandim, lekin bolada etap-metap qandaydir bir organizmda nimadir yetishmayotganligi bilinadi-da o'zi. Birinchi qog'oz yeyishni boshladi. U qog'oz yeyishni tashlatganimizdan keyin tirnoq tishlashni boshladi. Tirnoq tishlashni tashatdik. Qo'ldan bunday qilib mayda narsalarni bunday qilib oladigan bo'ldi. O'sha qo'lini yara qilishni boshladi. U odatini tashlatganimizdan keyin yana bitta odat paydo bo'ldi. U narsani aytolmayman. Juda ham kulgili anavi. O'sha u odatini tashlaganimizdan keyin yaqoni bilasizmi, odat chiqarib labini yorilgandan keyin mana qilib turadi. Endi qilib ko'chirib qonasa ham labini shunaqa qilyapti o'sha. Oyog'ini uchida yuradi. O'shaning uchun men nerpatologga borganman, yaxshi degan. Travmatologga ham borganman, oyog'ini uchida yurganda, lekin u kichkinaligida borganman. Suzishga nima qilgan, bunga massaj kerak emas. O'sha suzishga olib boringlar degan, suzishga nima? Vannaga olib borganman, lekin bilmayman, shunaqa odat chiqyapti. O'shaning uchun men magniy 5 berishga qaror qildim bolamga. Anavi klient aytadi, magniy 5 tarkibi nima deydi. Xo'p, magniy 5 tarkibi magniy bilan 5 bo'ldi. Boya nima bo'lishi mumkin buning ichida? Magniy bilan 5. Qizlar, yaxshigam pulim ko'p emas bo'lmasa men bitim, hozir mana shunday bo'lardi. Qo'plarni. Yana u blogerlar labi mana shunday gapirmaydi, unday gapiradi. Ayasi yomon.